Baştavi Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandining Indoneziyaning Jakarta shahrida boshlatgan faoliyatlari 18-19 dekabr kunlari oxirlashay deganda Indoneziyadagi Xitoyparastlarning noroziligiga uchirgan. Abdulhakim Idris apandi bu vaqtda mundaq dedi: Indoneziyadagi musulmon ommaviy tashkilotlarning Uyg'urlarni qo'llashi va Indoneziyadagi danglik universitetlarning Uyg'urlar to'g'risida yig'inlarni o'tkazishi, Indoneziyadagi yoshlar harakatlarining, bo'libmi ularning rahbarlarining biz bilan birlikda doklad berish yig'inlarida so'zlab, Uyg'ur qirg'inchiligini tushuntirishi, Uyg'ur tadqiqot markazi tayyorlagan kitob hamda Xitoyning islom vahimasi to'g'risidagi dokladimiz Mening Qizil qiyomat, Xitoyning turk islom dunyosini monopol qilishi va Uyg'ur qirg'inchiligi mavzuliq kitobimning Indoneziya tilida nashr qilinib tarqatilishi, Uyg'ur tadqiqot markazi tor betimizning Indoneziya tilida tayyorlanishi, faoliyatlarimizning ijtimoiy taratqularda Indoneziya tilida tashviq qilinishi kommunist Xitoy hukumatini qattiq bearam qilgan bo'lishi mumkin. O Indoneziyadagi Xitoyparastlarning norozilik bildirib namoyish qilganligini tilga olib mundaq dedi: Xitoyparast namoyishchilar kitobimni nashr qilgan nashriyatning oldida namoyish qildi. Nashriyatni sotqa beramiz deb tahdid soldi. Hatto 19 dekabrda Jakartada biz turayotgan mehmonxonada muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazayotgan vaqtimizda mehmonxonaning oldiga kelib namoyish qildi. Yaqindan buyon Xitoy iqtisodiy zo'r qiyinchilikqa duch kelgan bo'lib, hukumat bu masala haqida qarashlarini e'lon qilgan. Iqtisodiy analizchilarning ijtimoiy aloqa hisoblariga cheklama qo'yganligi o'ttirg'a chiqdi. Egilinishcha Xitoydagi Sin munbiri Dovin va dongli xabar munbarlarida kishilar ba'zi iqtisod analizchilarining hisobiga agishishga uringanda, ekranda supa qoidasiga xiloflik qilganlikdan bu abonaga agishishga bo'lmaydi degan so'zlar chiqqan. Xitoyning nüfusining nisbati 4%ni ishib ketmaydigan Xitoyning cho'ng shaharlarida parlaq bezaklar bilan birga Rojdestvo bayramini tabriklash faoliyati o'tkazilayotgan bir paytda davlatning boshqa joylarida chet el madaniyatining ta'siri andisi sababidan bu bayram ancha olqishga erishalmagan. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin cheklamalar o'ttirg'a chiqqan. Reuters agentligi tomonidan tayyorlangan xabarlarga qaraganda, ba'zi yerlik hukumatlarning chet el madaniyatining ta'siridan saqlanish uchun o'z fuqarolarini Rojdestvo bayramini tabriklashdan yiroq turishga ogohlantirganligi ko'rilgan. Kishini hayron qoldiradigan bir misolda Yunnanning g'arbiy janubidagi bir savdo saroyining boshqaruvchisi uqtirish chiqarib, ijaraga oluvchilardan Rojdestvo kartasi va sovg'atlarni sotmaslikni, hatto bezaklarni esib qo'ymaslikni talab qilgan. Afg'oniston hukumatining Bejinda turishlik bosh elchisi Asadulloh Bilal Karimi juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi Osiyo ishlari bo'limining bosh amaldori Lo Jinsung bilan ko'rishib, Afg'oniston-Xitoy munosabati haqida suhbatlashgan. Afg'onistonning Bejinda turishlik bosh elchixonasining bayonotiga asoslanganda, Karimi Afg'onistonning har qaysi joylarida bexatarlikning kapolatga ega qilinganligini va Xitoy shirkatlarining Afg'onistondagi ul aslaha, tosh yo'l, energiya va boshqa sohalarda mablag' selishi uchun yaxshi fursat borligini ta'kidlagan. İsrailiya matbuotlari bosh ministri Benyamin Netanyahuning G'azzadagi falastinliklarning o'z ixtiyorligi bilan boshqa davlatlarga ko'chib ketish uchun tirishayotganligini yozdi. İsrailiya Xoyim gazetining xabariga qaraganda, Netanyahu Likud partiyasining parlament a'zolari bilan ko'rishganda, bizning masalamiz musofirlarni qabul qilishga tayyorlangan davlatlar, biz uni hal qilish uchun tirishayotimiz degan. Vladimir Putin va Kreml sarayining eng kuchli raqibi Aleksey Navalniy bu davlatdagi sharoiti eng nachar turmalarning biri deb qaralgan va qutb bo'risi mustamlikasi deb ataladigan yangi turmaga yetkazilgan. Bu turma poytaxt Moskvadan 1900 kilometr yiroqlikda bo'lib, intayin sovuq shaharga joylashgan. Ma'lum bo'lishicha, bir necha haftadan buyon derki bo'lmagan Rossiya o'qituvchilar rahbari Aleksey Navalniyni Rossiya shimoliy qutb chambariga ichidagi bu alayda turmaga yetkazgan ekan.